Ana. Bu yoqqa kelsan bola. Assalomu alaykum. Menga qara. Nima menga ko'zingni lo'qivasan, yerga qara. Uyalmaysanmi kattalarga shunaqa qarashga? Qaysi sinfda o'qiysan? A sinfda o'qiyman. A? A sinfda o'qiyman. Ertalab choy ichganmisan? Ha, A sinfda o'qiyman. Assalomu alaykum. Men A sinfda hamma bolalari sandaki, ha? D sinfdan o'rnak olsalaring bo'lmaydimi? Formasi joyida, vaqtida keladi, yaxshi o'qiydi. Hozir nima qilmoqchi bo'lding? Hozir sumkam o'g'irlamoqchi bo'lding, ichida nima bor deb o'ylading? Ya, o'g'irlamoqchiman, ko'rmoqchi. A? Ko'rmoqchi edim-da. Menga qara, oying seni shu umidlar bilan katta qiluvmidi? Men sendan shu narsalarni kutuvmidim. Bo'ldi, kechiring. Ha? Bo'ldi, kechiring. Hozir oyingga telefon qilaymi? Yo'q, kerak emas, kerak emas. Qilaymi telefon? Yo'q, kerak emas, bo'ldi. Nima kerak emas? Nima deyish kerak? Ya'ni uzr. Kelishasan? Men sen o'rtog'ingmanmi men bilan kelishasan? Bu uzr qaytarmaydi, uzr. To'xtang. Nima ekan baland-baland Yo'q, gapir. to'xtang siz. Siz men maktabda o'qituvchimasiz-ku. Siz men o'qitmagansiz-ku. Nima qilibdi? Men seni o'qitmagan bo'lsam. Men o'qituvchiman zatto, tushundingmi? Nima? Bitta bolaga 7 mahallasi ustoz. Bering sumkani, ketdimmi? Formang qani?